Olamlarga rahmat payg'ambar. Doktor Rog'ib Sarjoniy haj amali haqida. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kun odamlar ichida xutba qilib shunday dedilar: Ey insonlar, Alloh sizlarga hajni farz qildi. Bas, haj qilinglar. Shunda bir kishi: Ey Allohning rasuli, har yili haj qilish farzmi? dedi. U 3 marta aytgunga qadar sukut qildilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: agar men ha desam vojib bo'lib qoladi va sizlar qodir bo'la olmaysizlar dedilar. So'ng aytdilar: sizlar uchun tark qilgan narsani menga qo'yib beringlar, chunki sizlardan oldingilar ko'p savol berganlaridan va o'z payg'ambarlari bilan tortishganlaridan halok bo'lganlar. Agar sizlarga biror narsani buyursam, bas uni qodir bo'lguningizcha bajaring. Bordi-yu sizlarni biror narsadan qaytarsam, uni tark qilinglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har yili haj qilishga qodir ekanligi shubhasiz, balki bu ulug' ibodatga mushtoq bo'lganlar. Lekin u zot alayhissalom ishni o'zlari uchun o'lchashni istamaganlar, balki musulmonlar ommasiga o'lchashni xohlaganlar. Sababi ularning orasida zaif, yoshi ulug' va ayollari, balki biror ish ila mashg'ul bo'lganlari va ushbu ibodatga ishtiyoqmand bo'lmaganlari ham mavjuddir. Haligi kishi savolini takror beraverdi: Ey Allohning rasuli, har yilimi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh azza va jalla xohlamasa hargiz ha deb javob bermas edilar. Lekin u zot oldin aytib o'tganimizdek, ummat o'ziga qiyinlashtirsa, Alloh ularga mashaqqat yuklashini bilar edilar. Shuning uchun ehtiyojsiz savol berishni ko'paytirgan oldingi ummatlariga nima bo'lganini ularga eslatadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ushbu ummatga rahm qilishni, uni har qanday halokatdan qutqarmoqni istar edilar. Bundan tashqari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulug' va buyuk ishni qilganlar. Meni bu ishni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning keng rahmatlaridan deb bilaman. U zot umrlarida bir marta haj qilganlar.